Hoppa, laqqa. Laqqa. Oxir tushdi ya. Ha, yaxshi. Sazan, hoppa, yaxshi. Chotki. Shu 1 kilo atrofida. Sal yiriroq ekan bu. Assalomu alaykum. Balg'ov ishqibozlari. Mana bugun 20-oktyabr 2025-yil. Mana qum tortadigan karyerga keldik. O Bayavut bir tomondan kirib kelinar ekan bu yog'iga. Sirdaryo. Bu joyga birinchi marta kelishimiz. Mana narigi tomondan qum tortadigan karyerlar. Mana bu o'rta orolcha ekan. Orolni narigi tomoni u tepada jarlikka o'xshab turibdi. Ana u tomondan daryo o'tgan. Mana bu tepadan u qum tortadigan zemsini ayrab turibdi. O'sha joydan ikkiga bo'linib daryo o'rtada orolcha hosil qilgan. Va narigi tomonlari rosa qamishli joylar ekan. Keyin mana bu yoq chap tomonga borib yana birlashadi. Mana Farhod akamlar собственный персоной. Omon bo'linglar. Endi hozir shu lokatsiyasini berishgan edi, bizga ham keldik. Endi ko'ramiz, qani omad sinab ko'raylik nima bo'lar ekan. Endi bu yerdan qum tortilgan chuqur yama. Narigi tomoni sayoz bo'lishi kerak. Endi u tomoniga lotka bo'lsa, lotkada o'tib xeshnik balolar, yirtqich balolar o'sha jerixlab bo'lishi kerak narigi tarafda. Neki ularga idealniy joy. Suv juda ham tiniq. Suvni sathi tushib ketgan. Endi eng asosiysi bizani tokchi elektriklarimiz abrabotga qilib nima deydi? Ishlov berishmagan bo'lsa bo'ldi, samый главный. Endi ko'ramiz qani nima bo'lar ekan. Sababini qilaylikchi. Nasib qilganini olamiz, xudo xolasa. Nasib qilgan bo'lsa. Qani endi hozir sekin shu yerga joylashamiz. Shu yerga joylashib urinib ko'ramiz. Nima bo'lar ekan. Natijalarni kutib qolinglar. Birinchi qarmog'imni tayyorlab oldim. Mana hozir mamaligaga qulupneli prikorimga aralashtirdim. Jo'xorilarni, butun jo'xorilarni ham mana yopishtirdim. Anaqaga kurchokka mana buterbrod qildim. Chuvalchendan keyin hozir otib ko'ramiz. Shu paytda telefon ham beringlar. Hozir otib olaylik. Demak, hoppala, ketdi. Birinchi qarmoq tayyor. Yaxshi telefon ishlar ekan bu joyda. Ana ko'ramiz natijalarni. Yonimizda baliqchilar. Hozir bularni ham suhbatini olamiz. Assalomu alaykum. Hormaylar. Yaxshimisiz? Tuzumsiz, salomatliklar. Tinchmisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tuzumsiz, tinchmisizlar? Charchaning.
Qanaqa sizlar bo'yaptimi bu narsalar? Yo'q, jimjit. Mayda hali qilyapti. Krevetga ham olmayapti, shunday turib. Anaqachi krevetka qilib ko'rmadinglarmi? Yo'q. Bu chuqurroq ekanmi, yam ekan bu? Chuqur boshi naryoqda bir 8 metr bir chuqur bor. Ya, o'sha yerda chuqur deyishdi. Hozir biz mana bu Bu yerda uncha chuqur yo'q. Bu tepadasilarmizlar? ha, biz hozir ana qildik, chuqurmas ekan. Biz yama deb o'yladik. Yama o naryoqda. Ha, o'sha ana otib ko'rsak 2-3 metrmi, 3-4 mi? Ana buzilgan joy bor o'zimda. Ha. O'sha yerda yetishdi. Hozir telefon qilib o'sha yerda yetishdi, baya o'tliklar. Chuqur o'sha yer 8 metr. Cho'pasagi 6 metr bor. Bo'tli ham chuqurga o'xshaydi-yu. Uncha emas. Mayli ko'ringlar. Ya o'sha yerga ko'chamiz, hozir anaqamiz. O'sha yoqqa ko'chamiz yamaga. Ana tushgan baliq qarang. Yaman kichkina ekan lekin. Mayli, omadinglarni bersin. Yangi yo'ldanmi? Yo'q, Toshkent. Lokatsiyamizni o'zgartirdik. Boyga o'tirgan joyimizda mana u tepada ko'rinib turibdi. Sal pastroqqa tushdik. O'tlicha sayoz ekan. Sal mana bu chuqurroq joyga keldik. Endi hozir sekin mana yana qaytadan joylashyapmiz mana. Endi qarmoq, o'sha birinchi qarmog'im dubl 2 deydi-yu. Ana ketdi. Ana bu chuqur ekan-chi. Bu chuqur ekan. Naryoqcha sayoz edi. Endi chuqur joy qidirganim sababi salqin tushib qoldi ancha. Kechqurun 5 gradus beryapti, +5. Baliqlar suv tushgan vaqtda chuqurliklarga yig'iladi. Endi ko'ramiz, sababini qilib qo'yiluvchi natijalar bo'lib qolar, xudo xolasa. Mana birinchi qarmoni otib qo'ydik. Endi hozir qolganlarini ham sekin-sekin tayyorlab otamiz. Mana friksiyonni bo'shatib qo'ydik. Mana birinchi qarmog'imiz tayyor. Endi keyingilarini tayyorlaymiz. Mana o'rnashgan joyimiz. Mana ikkinchi qarmog'im ham tayyor bo'ldi. Mana bunisiga jo'xori bilan plavshi bo'yi qo'ydim. Endi otib qo'yamiz, ko'ramiz natijalarni. Bir to'la qo'ng'iroqchalarini ham olaylik. O'rtaga tashladik. Chuqur ekan. Har qatli qarmoqlarni otib ko'ramiz. Mana qaysi tochkada baliq aktivroq bo'lsa, boshqa qarmoqlarni o'shani atrofiga qarab joylashtiramiz. Davom etamiz. Mana yana bitta qarmog'imiz tayyor bo'ldi. Bunga ikkita kurchakli qildim.
Tagida silikon, qulupnayli, 12 millimetrli, tepasiga chuvalchang. Ana hozir buni ham boshqa tarafga qarab otib qo'yamiz. Hoppala. O, ancha splityonga ketdi. Yaxshigina chuqurga o'xshaydi. Baliq bo'lsa asosiysi. Mana uzoq otdim. Yaqinga kelib qoldi, demak chuqur. Uchinchi qarmoq ham tayyor. Mana qirg'oni bo'ylari shundoq o't ekan. Mayda baliqlik-ku. Demak, qirg'oni bo'ylariga ham hozir kichikroq katushkali qarmoqlarimizni tashab qo'yamiz, yaqinroq qilib distansiyani. Mana 3-qarmog'imizga ikkita поводок qildik. Birinchisiga chuvalchang puchok qilib ildik. Ikkinchisiga yuqorisiga buzovoshi. Ya'ni ani may qo'ng'izini lichinkasi. Nima deysiz? Yo'lga chiqibdi. Xo'p. Mana buni ham ketdilar. Olis safarga. Hozir u kuch bilan tushganda ani buzovoshi suv urilganda otilib ketmagan bo'lsa bo'ldi, sochilib. Ana bunisini ham otib qo'ydik. Davom etamiz eksperiment qilish. Mana suvni chetida, suvni ichidan chig'anoq, suvni chig'anog'ini olmoqchiman. Chig'anoqlar. Bu chig'anoqni endi ichini ochib o'pdi ozgina quritsak, keyin kesib sazanga tashlaymiz. Hozir qishga tayyorgarchilik qiladigan paytda sazan ham, laqqa ham buni ichidagi go'shtiga yaxshi oladi. Buni ichini ochiladi. Hoppala. Mana bunaqa ichida go'shti mana. Mollyuskasi. O'pdi. Yotsinchi. Keyin hali ular kurchuk kelamiz bo'lib. Bizning baliqlar ham mana shu fransuzlarga o'xshab chig'anoqni yaxshi ko'radi. Mana keyin ko'ramiz buni ham, qani nima bo'lar ekan.
Boyiga chiqanoni go'shtidan ozgina chuvalching. Kombinirованный qilib. Ham chuvalching, ham anaqani rakushka deydi. Chiqanoni ichidagi go'shtidan ilib qo'ydik. Ko'raylikchi. Har xil assortiment qilib ovqatlarini mana tashyapmiz. Endi gilamli baliq kelib yesa bo'ldi. Mana iste'molchilarga mahsulotlarni yetkazamiz. Iste'molchimiz kelib iste'mol qilsalar bo'ldi. Bu yog'i delaf texnika deydi. Ko'ramiz nima bo'ladi. O'g'limga mana bunaqa kalta pavodir qildim-da. Ikkita pokeyni o'zini ilib qo'ya qoldim. Bu ham mana karas tasdiloq bo'lib qolsa unga xullas bu ham ishlaydigan variant. Hoppala. O'tsas hayozroq joy ekan, o'tli joy. Ana endi kutamiz. Furqat, kartada Furqat deb yozildi. Furqat nar tomon. Ha, u yoq tomon, ha? Sohilobod bittasi. Sohilobod? Ha, yaxshi. Yaxshi perikat joy bo'd. Ya bo'ladi. O'tku. Ya voblaga joylari ko'p, voblaga-yu. Vobla kerak emas bizga. Endi ana yangi joyga keldik-da. Yangi joylarni ham mana qilish kerak. Odamlarga, baliqchilarga mana yangi joy deb. Endi kech anaqani ko'raylikchi. Kechki payt kelishgan ekan, kelish bilan 3 ta 4 ta olishdi-da. Ha, yaxshi. Ha, nasib qilgan bo'lsa bo'ladi bu narsa. Bo'ldimi aql natija? Yo'q, hozircha вообще hech narsa yo'q. Biza nariyo u anaqani o'rtadagi zemsnerati tagiga boruvdik. Keyin ham yamaga kelinglar deyishdi. Mana chuqur joy ekan u Mamit. Endi salqinda baliq o'zi chuqurga qochish kerak, yig'ilish kerak. Kitobida yozilishicha. Endi ko'ramiz-da, nasiba. Mana boya o'tdi, katta ribaklar kelibdi-yu, baliqlar ham kelib qolsa kerak endi hol. Alaykum assalom. Hammasini chaqirdik shetda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimiz salomatliklar. Charcha. Assalomu alaykum. Adash, yaxshimisiz? Sog'lik, yaxshimi? Qanaqasizlar? Tuzimiz. Alaykum assalom. Tuzimiz, charcha. Salomatliklar. Qanaqasizlar? Rahmat o'zi. Tinchmisizlar? Baliqlar savollaring. Bugun Baliqlar jim deysiz. Jim вообще. Qani? Nima ekanlar bular? So'ngroqni qo'yaylik, ovoz so'ngroq.
Hoppa, laqqa. Laqqami? Ha, laqqa. Sariqmi? Ha. Laqqa. Boshlandi. Anaqaga chuvalchenga tashabdi. Anaqaga chig'ani olgan qilmabdi. Yebim bo'lmabdi-ku. Ha. Ikkinchisiga ham chiqami? Ha. Qo'yib. Mana gulxan yoqib o'tiramiz. Qo'ng'iroqni jing'illashini poylab. Uradi, hozir uradi. Qitir qilyapti, hozir keldi, значит. Hozir olib qolsa kerak. 10 soat. 10. Hozir keladi endi. 12gacha Xudo xolasa kelib qoladi. Olib ko'ring, o't yo'qmi bu yerda? Pastga tushib olaman. Hoppa. Sazanmi? Ha, sazan. Есть такая буква, deydi-yu. Oxiri tushdi ya. Yaxshi. Silikonni uribdi. Ana. Ha, yaxshi. Hamma silikon olib tashlagan jo'xor qo'yib. Sust baliq. Ha, endi sovuqda unaqa aktiv bo'la olmaydi. Mashtina. Anaqaga solib qo'yavering. Las Vegas. Yana bitta xudo xolasa. Olib ko'ring sekin. Mashinaqaga olib keling, o't yo'q joyga. Olib ko'ring. Sazan, hoppa, yaxshi. Chotki. Haligidan sal Yo, shunaqa. bir xil shaklda. Ha, standart. Shu 1 kilo atrofida. Bu jo'xoriga olibdi bu. Ha, qaysi biri duch kelsa o'shanga uryapti. Shoshmang. Yo'l bilan ilyapti. Anu qanoti. Arra sifatu. Ovozlari ham chiqaryapti. Shulay to'ryapti. Yo so'kyaptimi? Chiqaramayapman. Ovozdek chiqib bo'ldi. Ya, anaqa lavada turgan ekan. Hali chiqmadi. Dumi bilan mahkam ushlab oldim. Shoshmang. Sal ozgina kattaga o'xshaydi. Tashdimda. Ha. Marhamat. Ha, endi o'sha yig'iladigan joyi bor-da, tochkasi. O'sha joyga kelaveradi. Mana yana bitta.
amalimiz o'tni orasida. Orasida. Hani gerçi Hoppala. Ya chiqib ketdi. Chiqib ketdi. Ya bilmayman nima. Bala canavar bu yoqqa ketdi. Mısır'a ilişken ekan. Hoş ko'ramiz. Ayodan sizni ham anaqangizdan ovoz kelyapti. Anaqangiz ilashdi bir-biriga. Qaysi biri ekan bu? Boshqacha bo'lib ketdi-yu hammasi. İkincisi, mana shu yoqdan ikkinchisi. To'g'ri turganlarning ikkinchisi. Va sazanni suz yurishini suvni tepasida. Ko'ryaptimi yo'qmi kameraga mana. Odam ustidan kulishdi mana shuncha o'tirdi. Mana sazan suvni yuzida yuribdi mana siz. Mana yurtda aylanib. Ya bo'lsa bir o'sha 1 kilolar atrofida. Mana yurtda aylanib suvni yuzida sazanboy. Poplokka qilib ko'rish kerak, bilmadim. Men aylanib yurishini ketyapti nariyoq tomonga qara. Suvni yuzida yuribdi mana. Aylanib ham quruq qilib. Yo bu kasalmikan? Yo suzib yuribdi-yu, unaqa emas. Voy anaqa ekan, to'kurgan buni, beli bukchaygan. Mana shunaqa o'rtoqlar. Izdevательство. Layliklar. Tepada uchayotganlari qancha. Pastda yana ancha munchasi turibdi. O'zi ham
Demak, laylaklar uchun yemish bor joylar. Rosa ko'p laylakni. Bundan qum olishganmi deyman. Qum shag'alga yarasa qum tortadigan joy ekan o'zi. Chiqishga joy topamiz endi. Hoppala. Ana bu yoqlarda ham suv tashagan ancha. Hayvonot bog'i. Narigi bitta qirg'ovullar ham juda ko'p ekan. Ana o'rdaklar. Uchta. Mana shu burchakka kelib bir bilesdan tortib ko'rvoqchi. Ana nima bo'lar ekan. Suv juda ham tiniq, sayoz. Mayda baliqlar ko'p. Endi yirigini ko'ramiz. Hop. Mana bu mayda baliqlar ko'p. Demak, bu yirik baliqlar uchun yemish. Hoppa. Sas yopilib qoldi. Hop. Hozir bu yer tushgan sal yengilroq. Buni aylantiradigan qarmog'im cho'kib ketgan. 5 ga 15 edi. Endi qo'limdagi qarmoq mana anaqasi 10 ga 30. Sal qiyinroq bo'ladi. Shu narsalarni ham hisobga olish kerak. Hoppa. Master mana bunaqaga klipsaga ilinib qopti. Va chiqarib olamiz endi. Boshqatdan otamiz. Havo sovib ketganigami negadir baliqlar aktiv emas. Mayda baliqlar ko'p. Jerik sudaklar uchun rosa qulay joy ekan. Jerik uchun ayniqsa. Sudak qumli joyda bo'ladi-yu. Tegi o't ekan. Sudaklar tegi qumli joyi yoqtiradi. Qani bu tarafga ham otib ko'raylik. Jimjitlik. Endi qarmoqlarni yig'ishtiramiz. Bu joy rosa yaxshi joy ekan, lekin hozir vaqt emas. Kun soviganigami, suvlar soviganigami, o'tgan yoz boshlarida
yoki bahorda kelish kerakda, rosa baliqlar oqimga qarshi suzgan paytda, ikra tashiydi, ikramayotgan paytda. Rosa yaxshi joylar ekan. Birinchi marta kelishimiz. Narigi tomoni o'sha Bekobod rayonida o'sha anaqa zapovednikmi, qo'riqxona ekan. Rosa yaxshi joylar. Naryoqda perikat bor ekan, bordim, suvni tegi tiniq, shag'al, qum faqat. Mayda baliqlar faqat chetlarida sal-sal yuribdi. Keyin bu yerdan qisqichbaqa tutishayotgan ekan, bizga lekin chiqmadi. Anaqaga krevetnigimga ikkita andatira kirib qo'ygan ekan, nafasi bo'g'ilib o'lib qolibdi ular ham. Lekin qisqichbaqa tushmadi. Menga video tashlashuvdi, qisqichbaqa juda ham ko'p ekan bu yerda. Endi hozir sekin yana boshqa joyga o'tib ko'ramiz, hali vaqtimiz bor. Ozgina bilesni tortib ko'ramiz. Nasiba ko'ramiz natijani. 4 ta sazan bilan bitta laqqa bo'pti. Mana bu sazan kichkina. Qo'yamiz, jo'nab qo'yamiz. Mana endi qaytishda o'shani Ko'nchimol bozori oldiga shluzga keldik. Oldingi safar suv ancha tushib ketgan edi, ancha ko'tarilib qopti. Endi dalalarga suv berilgan shekilli. Hozir urinib ko'ramiz jerixga. Ko'ramiz natijalarni. Nariga qirg'oqqa ko'proq qo'yishchi. Suv yaxshi bo'ldi. Ham tiniq, ham yaxshi ahvol. Endi bu yoq betiga o'tdik. Mayda chuydalari
quvlab kelyapti. Ular juda ham mayli. Shluzni tagiga tashlab qo'ydikchi. Mana kislorodga boy joy. Baliq maza qiladigan joy. Aylantirmasdan shuni ushlab turganning o'zida ham prosta ushlab turibman. Suvni oqimini o'zi jerikmi, sudakmi og'ziga tiqilib qoldi. Bu tirik ekan, o'y qopdimi nima. Qaranglar. Balonni og'ziga tiqib olgan ekan. Butunlay yutishgan aqotdi og'zini. Yana qolib yochini o'pdi. Ana ketdilar. Nimalar tutyapti? Hali qiynalib ketyapti endi ana qo'shga olib chiqishga. Qo'shda ketyapti. O'zi ham 1 metr ekan. Hali ovga xalaqit bermay qo'ya qolgan. Aktif emas baliq. Hamma yoqda shunaqami deyman. Baliqlarni ovqatlangisi kelyapti. Balan. Qani bormi? Toshkentga ketadiganlar. Yo'q, hozircha. Degani mana shu bo'lsa kerak O'zbekistonga. Mana ikki chetdan ikki qirg'oqdan turib, o'rtaga anaqani tortib olib surgab kelishyapti. No bularniki ham neudachniy. Baliqqa qirg'in kelganmi deb norozi bo'lishyapti. Baliqlar tushmaydigan kunmi bular?
va ancha oldin bu yerda hozir suv umuman почти to'xtab qoluvdi. Balki o'shanda baluvlar kattalari pastga qarab ketdimi? Bir narsa deyishga. Lekin suv bir kamayib, haddan tashqari kamayib ketuvdi. Yana ko'payibdi. Yengitlik. Yılan nima deyman? Alo. Ay, telefonum noqulay paytda chaq qoldi. Uchala kurchok kiritdi. Ay. To'xta, akkuratni chiqaramiz. To'xta, o'zing qiynalasan. O'zing qiynalasan. O'zing rosa och baliq ekanmi deyman. To'xta. Sal kattaroqlaringni chaqirib ol. Shot. Suv rosa ko'paygan. Ham tiniq oqyapti. Demak, bu tomonga boradigan suvga talab ko'paygan. Yirirog'i yo'qmi deyman, faqat detsat bo'yasiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lik. Mayda-chuyda. Yeriga bormikan o'zi degan savol o'rtada turibdi. Yeşil o'tlardan tozalab olamiz. Bitta ursak top-toza bo'ladi. Shu narigi qirg'oqga qarab otaveramiz. Hujum qildi. Ozgina turtib qo'ygan. İlaçken ekan. O't ilashibdi. O't ilashibdi. O'zi jerifda aktivlashadigan payti keldi, kechki payt. O'ga chiqarsanglar bo'lardi. Sizlar baliqlarni, bizlar sizlarni. Obbo, ana paket ushladim. Kimdir nimadir misr uzatgan oqizga.
tuyog'i ancha tinch holatga kelib qolibdi. Musor kamroq. Endi sal tezroq aylantirmasa cho'kib ketyapti. Og'irda anaqamiz 21 gram. Yaxshi aylanmayapti. Cho'ta baliq o'ynagandek bo'ladi. Shu tarafda. Suv rosa ko'p. Hozir bilesni qilishga bitta xalaqit berayotgan tarafi suvning yuzida suv ko'payganligi hisobiga har xil o'to'lanlar, musorlar juda ham ko'p. Bitta otganda ilinib qolmasa mana o'tda ilashib chiqyapti, xalaqit beryapti yomoni. Shuni ham urinib ko'ramiz. O't u yoqdan ham ko'p ekan. Yo'q. Vertushka ishlatib bo'lmayapti bitta. Endi yana spinnerga almashtiramiz. Vertushka sal tinchroq joylar bo'lsa bo'ladi. Rosa musor chiqyapti. Oldingi safar kelganimizda quriyotdi, mana men bitlashim bundoq qurg'uli chiqyotdi. Mana bu tomon вообще lesni qilishga zo'r. Bu yoq tomonni o'chirib, bir yoq tomondan haydabdi. Hozir buni ko'ramiz, bu yerdan maydasi chiqsa qo'yaveramiz, yeriga chiqsa kelishamiz. Hoppala. Mana quruvlining usti где-то 20-30 santimetr suv. Tepali bo'lib turadi shu joy. Bitta musor sal kamroq ekan. Lekin baliq ko'proq sharcharani tagida bo'ladi. O'tda kislorodga boyingan bo'ladi suv. Baliqlar nafas olishi
yaxshi bo'ladi. Shuning uchun sharsharali joyga intiladi. Lekin bizga musor xalaqit beryapti. Adashib daydib uyini topa olmay yurganlar bo'lsa, qarmog'imizga ilinadi. Kurchokka o't ilinib qolibdi. Ko'rsat jamolingni. Iya, mana. O'tga misr ilashish boshlaydi. Hoppala. Kuchi yetgancha uzoqqa yotyapmiz. Kechqurun bu yerda sudaklar bo'ladi lekin. Marka nachovkamdan baliq tutganman bu yerda. Mana shu kichkina qo'shilgan kanal tomonni sudak juda ham ko'p tushadi. Baliqni. Va ana yana kichkina shekilli. Sal yiriroq ekan bu. Olib ketasizmi, tashlab yuboraymi? To'xta. Uchala kurchoy ham kirgan. Ha, bo'ldi. Hoppala. O'sha oqim yo'q joy bor-ku. O'sha yerdan tushyapti-da. Yana otib ko'raylik, balki okalari, tog'alari o'sha yerdadir balki. Dunyo senga tog'a emas. Yo'q. Cho'chib qoldimi deyman. Hoppala. Hoppa. Endi qarmoqlarni yig'ishtiramiz. Bu joy rosa yaxshi joy ekan, lekin hozir vaqt emas. Kun soviganigami, suvlar soviganigami, o'tgan yoz boshlarida yoki bahorda kelish kerak edi. Rosa baliqlar oqimga qarshi suzgan paytda, ikra tashiydi, ikramayotgan paytda. Rosa yaxshi joy ekan. Birinchi marta kelishimiz. Narigi tomoni o'sha Bekobod rayonida o'sha anaqa zapovednikmi, qo'riqxona ekan. Rosa yaxshi joylar. Daryoda perikat bor ekan, bordim, suvni tegi tiniq, shag'al, qum faqat. Mayda baliqlar faqat chetlarida sal-sal yuribdi. Keyin bu yerdan qisqichbaqa tutishayotgan ekan, bizga lekin chiqmadi. Anaqaga krevetnigimga ikkita andatira kirib qo'ygan ekan, nafasi bo'g'ilib o'lib qolibdi ular ham. Lekin qisqichbaqa tushmadi. Menga video tashlashuvdi, qisqichbaqa juda ham ko'p ekan bu yerda. Endi hozir sekin yana boshqa joyga o'tib ko'ramiz, hali vaqtimiz bor.
ozgina bilesni tortib ko'ramiz. Nasiba ko'ramiz natijani.